Rizq egasi Alloh. Sizniki bo'lmagan narsa bir umr sizda tursin, sizga nasib qilmaydi. Sizniki bo'lmagan narsa bir umr yoningizda bo'lsin, unga qo'lingizni tekkizish u yoqda tursin, uni hidlash sizga nasib qilmaydi, birodar. Ular shuni bilgan, shuni iymonlari taqozo qilgan bugun. Ular harom yeyish, shubhali narsani yeyish u yoqda tursin, aynan o'zlari bo'lgan narsani 7 o'lchab bir kesgan. Chunki ular iymonlari shunchalik mustahkam va dadil bo'lganki, bugun qo'limizdan ketgan narsa agar bizniki bo'lsa, 100 aylanib sizni qo'lingizga keladi, birodar. Sizga nasib qiladigan narsa bo'lsa, 1000 odam o'sha yo'ldan o'tadi, bee'tibor o'tadi. Sizga Alloh taolo o'sha nigohingizni tushishligini Alloh nasib qilib, aynan o'sha narsa sizniki bo'ladi. Bo'lgan shunday